Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari va yaqinda qo'shilganlar, salomatmisiz? Men Munavvar Baxtiyorova Baxtiyorovna, oliy ma'lumotli pedagog, maktabgacha ta'lim magistranti, 12 yillik tajribaga ega, erta ta'lim bo'yicha mutaxassis. Xo'sh, Tetapoya nega tashkil etildi? U sizga nima beradi? Haliyam izlanishdaman va o'rganayotgan bilimlarimni o'rgatishga qaror qildim. Men bilan siz, ayniqsa ayollar, qizlar va bolalar quyidagi yo'nalishlarda bilim olishingiz mumkin. Onalikka tayyorlanish. Barchamizga ma'lumki, onalikka tayyorlanish muhim davr hisoblanadi va bu farzandlarimizni kelajakda aqlli, iymonli, e'tiqodli, ilmli bo'lishiga katta poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu borada siz to'g'ri ovqatlanishdan tashqari qanday kitoblarni o'qishingiz kerakligini va nimalarga e'tibor berish kerakligini, hissiyotlarimizni qanday boshqarishimiz kerakligini, aqlimizni qanday rivojlantirishimiz kerakligini bilib olasiz va sizning shug'ullanayotgan mashg'ulotlaringiz farzandlaringizga qay darajada ta'sir qilishini ham bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Erta ta'lim nima? Bu yo'nalishda siz farzandingiz dunyoga kelgandan 3 yoshgacha bo'lgan davrda har bir oylikdan 3 yoshigacha bo'lgan paytga qadar nimalarni o'rganish kerak, ularning matematik tasavvurlari qanday shakllantirish kerak, tanqidiy fikrlashi kabi savollarga javob olasiz hamda o'zingiz ham, onalar bu davrda onalarning ham stresslari bo'ladi. O'ziga yarasha onalik tug'ruqdan keyingi o'tish davri deyiladi bu. O'sha holatda ham chiqishga sizga yordam beriladi. Maktabgacha ta'lim. Demak, bu davrda 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalar hisobga olinadi va ularning ota-onalari hamda tarbiyachilarga bilim beriladi. Tarbiyachilarning vazifalari hamda ota-onalarning vazifalari, ota-ona, tarbiyachi va bolaning munosabatlari tahlil qilinadi va sizlarga keraklicha yordam beriladi. Bolalarni ilmga qiziqtirish, kitobga qiziqtirish, kreativligini oshirish, tanqidiy fikrlashini oshirish, o'zini erkin mustaqil harakat qilishiga yordam beriladi va maslahatlarimiz berib boriladi. To'quvchilik. Men bu hunarni barcha xotin-qizlarga tavsiya qilgan bo'lar edim. Qadimda podsholarning qizlari ham biron bir kasbni egallashdan tashqari hunarlari ham bo'lgan. Ular qiyinchiliklarga duch kelganda, muammolarga duch kelganda yoki siqilganlar o'sha hunar bilan shug'ullanganlar. O'sha hunar bilan shug'ullanish jarayonida ularning o'zlarining muammolarini hal qilganlar, o'zlarini ustilarida ishlashga, sabr bilan yengishga yordam berganlar. Bu to'quvchilik hunari ham biz ayollarimizni ko'pgina kasalliklardan himoya qiladi desam adashmayman. Bundan tashqari inson beshikdan qabrgacha ilm o'rganishi kerak, to'g'rimi? Ana shu sizni kreativligingizni oshirishga, yanada ilm o'rganishga, o'zingizni yaxshi ko'rishga yordam beradi. Bundan tashqari biron bir yaqiningizga nimadir to'qib sovg'a qilish bu juda katta quvonch beradi. Undan tashqari esa o'zingiz nimanidir ixtiro qilishingiz mumkin. Salomatligingizga va ruhiy salomatligingizga ham katta foyda keltiradi, ayollarga, qizlarimizga ham. Va buni daromad manbaiga aylantirishingiz ham mumkin. Tikuvchilik. Deyarli barcha xotin-qizlarimizning bundan xabarlari bor, ammo bilmaydiganlar ham kam emas. Xo'p, bu yo'nalishimizda biz nima qilamiz? Biz bu yo'nalishda asosan qizlarimizni va onalari bilan birgalikda uydagi bor keraksiz buyumlardan qo'g'irchoqlari uchun kerakli buyumlarni tayyorlashni o'rgatamiz. Qo'g'irchoqlariga tayyorlashni o'rganadi va ular o'z qo'g'irchoqlariga kiyimlarni tikib beradilar va bu bilan birga qizlarimizda tikuvchilik hunarini shakllantirasiz, ularda estetik, did, madaniyat shakllantirasiz. Misol uchun qaysi kiyimni qanday kiyish kerak, qaysi kiyimni qachon kiyish kerak kabi savollarga javob bergan bo'lasiz va o'z-o'zidan qiziqish orqali ularni tarbiyalaysiz. Bu ham inson salomatligiga, o'zini rivojlantirishiga yordam beradi va sizda hobbi sifatida qolishi mumkin yoki bundan ham siz daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Keraksiz buyumlarni kerakliga aylantirish. Bugungi kunda pul topish muhim, ammo salomatligimiz, ona tabiatimizni toza holda saqlash yoki kelajak avlodga toza ekologiyani yetkazib berish undan da muhim hisoblanadi. Demak, biz o'z uyimizdan bu narsani boshlasak, juda ham foydali bo'ladi. Demak, biz bu yo'nalishimizda keraksiz buyumlarni kerakliga aylantirish yo'llarini o'rganamiz. Bulardan tashqari kitob o'qishga qiziqishni uyg'otish, nafaqat o'zimizni, balki farzandlarimizni ham kitobga qiziqtirish texnikalarini o'rganamiz.
Uchrashuvlar, vebinarlar, turli konkurslar, savol-javob, onlayn hamda offlayn uchrashuvlar ham tashkil etiladi. Alloh qodir qilgancha, qo'limdan kelgancha o'rganayotgan bilimlarimni o'rgatishga va bilmaganlarimni sizdan ham o'rganishga harakat qilaman. Bir narsani bilingki, farzand tarbiyasi borasida, o'zimizni ustimizda ishlash borasida va jamiyatga kamgina, ozgina bo'lsa-da foyda keltirish borasida biz onalar aslo raqobatchi emasmiz. Biz birgalikda yuksalishimiz mumkin. Tetapoya kanali aynan shunday onalar va xotin-qizlar uchun. Bizga qo'shiling va bizda qoling.